bir insonni boshqa bir inson bilan taqqoslash qanchalik to'g'ri? Juda ham noto'g'ri. Inson o'zini bahosini bilmaganligi uchun boshqa insonlar bilan o'zini solishtiradi. Boshqa insonlar bilan boshqa insonlarni taqqoslaydi. Buning uchun inson aslida o'zini bahosini bilishi kerak. Siz o'zingizni bahoyingizni bilsangiz, boshqalar bilan o'zingizni hayotda solishtirmaysiz. Men har doim aytaman, kimnidir kimga solishtiryapsizmi? Demak, o'zingizni ham kimgadir solishtirasiz. Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Ayollar o'zini turmush o'rtog'ini boshqa bir erkak bilan solishtiradi yoki turmush o'rtog'i kelib turib boshqa ayollar bilan o'zini ayolini solishtiradi. Mana shunaqa paytda bu sog'lomlik emas. Misol uchun, sizni har doim kayfiyatingiz zo'r bo'lib yuradi, hech narsaga e'tibor qilmaysiz, lekin ba'zi bir insonga sal narsa ta'sir qiladi-yu, xo'mrayib yuradi. To'g'rimi? Insonlar har xil qilib yaralgan. Biz insonlarni shundoqligicha tan olishimiz kerak, boricha tan olishimiz kerak. Boshqa insonlarni solishtirmaslik uchun nima qilishim kerak desangiz, birinchi bo'lib o'zingizni tan olishingiz kerak. Ana o'shanda sizdagi solishtiruvlar to'xtaydi.